Sen kim hem de? Ular dengizning o tarafini nahayt taraqqiy qilgan dedim. U yerga berib nurg'un yangiliklarni keldim. Bu yerga kelishimga ular meni to'piq ko'myapti. Sen ahmoq, meni qutultirib olding. Xo'sh bo'lava. Seni qutqizib qo'ydim men taqa. Ey, bu televizorda, kinoda yo'g'on dev chiqyapti. Sajab kichik ekansan aras. Sen shularning bolasimi-ya? Kichik? Kichiksan-ku, sen bu kichik komsaklar ishla necha yuz yil turdi qamsan? Sen yo'qib ketding. Ha, bo'pti, sen ahmoq meni qutultirib olgan ekan, men sening bir arzuyingni qandiray. Bir arzu? Bu hamma devlar 3 arzuyini qandiraman desa, sen aran bir arzuyini qandirma deysan-a? Chunki birinchisini sana berman, undan keyingisini sendan ehtiyojli bo'lgan kishiga berman. Eng oxirgi birisini o'zim gap qo'yman. Bo'pti. Deymamsa. Hey, unda xo'sh sen menga o'z chiroyliq, ishchan, kamtar, oq ko'ngil, noyt go'zal qiz oldin birini chiqirib bersang, men ashni xotin qilib elib umrimning oxirigacha birga o'ssam. Qanda? Bir narsaga erishish uchun avval senda shuning uchun salohiyat bo'lish kerak. Tayyorlik bo'lish kerak. Senda bormi? Yo'q. Sen o'ngshasan qog'inni? Sening sirtqi qiyofatingni o'zgartirish uncha tas emas, ammo sening ruhiy dunyoingni o'zgartirish bu mening qo'limdan kelmaydi. Bunda gap borligini aytqa. Yiroq emas, yaqindan 6 shaning biridan tanla. Qashqaliq.
yumuşab ketdi. Şunu ya bu. Bu papka ne? Ya papa! Ya papa! Yaxshisi to'rtashlar hammalarniki hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Mening bu qatimki Qashqarlik nomli suratlik naqsham uchun jafo chekkan va yordamlarini mendan aymagan barcha azizlarimga yaqindan qo'llagan Şinjan Sehri Xalqaro sud shirkati va Sanobar to'y mulozimat cheklik shirkatiga chin dilimdan rahmatimni bildiraman. Sizlar bu shirkatning buniki ishlarining o'ngishli bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga. Go. Başkanım. Tamam.